Hop, assalomu alaykum. Shu darsimizda sotuvimizga invoice yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun sotuv moduliga kirib boramiz va bizda sotuv amalga oshirilgan biror bir sotuvimizga kiramiz. Misol uchun 8-sotuv bizda yetkazib berishim bor, ishlab chiqarishga zakazim ketgan. Endi bu zakaz uchun biz invoice yaratib ko'ramiz. Buning uchun faktura yaratish tugmasini bosamiz. Keyin bizada so'raydi, oddiy hisob fakturami yoki bo'lmasam dastlabki to'lov foizi sifatida hisob faktura yaratish kerakmi yo belgilangan miqdorda dastlabki summa. Ya'ni misol uchun 100% to'lovni oladigan bo'lsak, birinchi to'lov 20% bo'lishi mumkin, 30% bo'lishi mumkin. Bizni to'lov shartlarida 50% hozir, 50% tayyor bo'lgandan keyin deb yozgan ekanmiz. Dastlabki to'lovi foizda belgilaymiz, ya'ni 50 deb yozamiz. 50 deb yozamizda qoralamani yaratishni bosamiz va bizda $550 hisob faktura draft holatda yaratdi. Bu yoqda past qismda kiritildi. $550, ya'ni $110 yarmi sifatida hisob faktura yaratildi. Hop. Endi buni bizni dollarda olayotgan ekanmiz. So'mda konvertatsiya qilib hisoblab qo'yadi. O'zi avtomatik. Shunda общий hisobda bizga 6,688,000 so'm pul daromad kiryapti so'm hisobida. Hop. Endi buni tasdiqlash bosilgan paytda bu yaratiladi. Hop, shu bilan hisob fakturamiz yaratildi. Endi buni buxgalter tomonidan, accounting manager tomonidan tasdiqlab qo'yiladi va invoicelari yuklab qo'yiladi. Rahmat.